Syomka qilaman, bu yoqqa bo'ldi, syomka bilan gaplashaveramiz. Xizmat guvohnomangizni ham ko'rsating. Sizga chiroyli tushuntirdim, tushunmadingiz. Safdor Yakubov Bobur G'ayratovli. Safarbarli Sahrov, birinchi otryad, inspektor. Anaqasini ko'ray, Srogin. 2030-yil 28-fevralgacha amal qildi. Bo'ldi. Body kamerasi yo'qligi bo'yicha men aka unga e'tiroz qilaman. Body kamerasi bo'lmagan xodimga protokol tuzish mumkin emas. Mana u ishlamasligi u вообще boshqa narsa. Sizga ham ishlamayapti. Hali ishlamasiz. Top berasiz o'sha zapsni. Ariza bo'yicha bemalol murojaat qilavering. Bo'ldi, siz boravering aka bo'lmasa. Yo'q, Bu kishi bilan gaplashaman. Tuzib oladi, keyin Men bu kishi bilan gaplashaman. Menda qog'oz protokolga rasmiylashtiring. Bemalol. Qog'ozga aka. Gaplashavering. Qog'ozga yozing. Jarayoningizda body kamerasi ham ketib turamiz. Qog'oz protokolga yozing aka, men sizdan qog'oz protokolga rasmiylashtirishni so'rayman. 407-qaror 5-band bo'yicha. Qog'oz protokolga yozing. Telefon nomeringizni. Nimaga? Qog'oz protokolga yozing. Nimaga bunga yozyapsiz? Men noroziligimni bildiraman. Men unga yozaman. E'tirozimni yozaman aka. Men uni yaxshi bilaman. Men e'tirozimni yozishim uchun siz qog'oz protokolga rasmiylashtirasiz kerak. Bu planshetda bo'lmaydi bu narsa. Telefon nomeringizni aytasiz. Yo'q aka, nima uchun? Elektron planshet berilganda elektron planshetga Aka, qog'oz protokol so'rayapman men. qarang, eshiting. 407-qarorda o'rgatyapsiz-ku siz. Qog'oz protokol bo'lish kerak. 407-qaror 5-band o'qing. Bu aka sizni muammongiz u. Qog'oz protokol olib yuring. Bo'lmasa chiqing rahbaringizga ayting, og'ayni so'rayapti mana fuqarolar deng. Qog'oz protokol so'rayapti deng. Men asabiylashyapman aka, nima uchun baqirmayman? Tushuntiryapman, tushunmayapsizlar sizlar. Men birinchisida ham tushuntirdim, ikkinchisida ham tushuntirdim. Siz kelib menga murojaat qilyapsiz, bu odam yana tiqilyapti kelib turib. Mana shuncha xodim to'xtab turibdi-ku. Shuncha xodim kelib qo'shilmayapti-ku. Qo'shilmaydi, shu degan men. Telefon nomeringizni ayting. Aytmayman telefon nomerni. Men sizga aytayman aka. Telefon nomeringizni ayting aka. Yana shunday deysiz. Telefon nomerini bo'yicha aytaman. 407-qaror 5-band bo'yicha. Aka, unaqa qilmang. Zaps ketyapti. Mayli, ketaversin. Sizga boya aytdim, zapsni o'rtagan joyini. Bo'ldi, mayli, yozing, men sizlar bilan ko'p keyin gaplashamiz. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomerini nima bo'yicha aytaman? Qog'oz protokolga rasmiylashtiring. Qog'oz protokolga. Tushunasizmi o'zbekchasiz? Zadan sizga aytayapman, elektron planshetdan ta'minlangan. Aka, bilaman, hamma ta'minlanadi. Aka, fuqarolik huquqlari bor. Konstitutsiya huquqlari bor. Men sizga aytaman, meni e'tirozim bor. 407-qaror bo'yicha. Pожалуйста. Bo'lsa qoldiraverasiz bemalol. Ariza bo'yicha qoldiraverasiz. Yo'q, ariza bo'yicha qoldirilmaydi aka. U boshqa joyda qilasiz u anaqangizni. Men uni yaxshi tushunaman. Aka, telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri aytmayman, sababi men sizga aka aytyapman yana bir marta. Sababini aytyapman. Sizlar asabimni buzyapsizlar aka. Siz tushunib turib tushunmaslikka olyapsizmi o'zingizni? Yo'q, tushunmayman. Siz asabiylashganingiz sari nima bo'laman man. 407-sonli qonun nomini bilaganingiz nima? 5-band. Qilgan paytda hujjat bermaysiz. Nima hujjat talab qildingiz? Haydovchilik guvohnomasini nima uchun sizga berishim kerak? Patrul-post xizmatimi? Men GAIga beraman uni. GAI chaqiringmi o'zi aka, GAI bilan gaplashaylik. Aka, sizga aytdim, qonunga, ichki ishlar to'g'risidagi qonunga har bir xodim hujjat so'raganda hujjatni taqdim qilishingiz kerak. Men berdim, fuqarolik pasportini berdim sizga. Mayda pasport, mayda bir oddiygina bir spravka bir nima bermadim. Men fuqarolik pasport berdim sizga. Mani fuqarolik pasportim bu. Siz muomalangizni to'g'ri qilganingiz uchun berdim men. Sizga qanday qo'polonda bo'ldimman? Hozir ham o'sha siz oshyapsiz, вообще muomalangizni to'g'ri qilmayapsiz. Nima qilyapman? Yozasizmi? Nomeringizni Qog'oz protokolga yozing. Yo'q aka, buni bering bo'lmasa. Sizga elektron planshetdan ta'minlangan. Aka, 407-qaror 5-band. U narsa bo'yicha tortishmaydi. Anu bratan meni taniydi. Anu aka. Chakras militsiyam oldidan aka bilan tortishuvdi. Boya men bilan tortishgan bo'lar. Men sizni o'xshatyapman. U yoqda 6 ta 7 ta xodim bor edi. Mana aka meni yaxshi taniydi. Va birga ishlaganmiz. Shu mana shu qizlar bo'yicha, boshqa bo'yicha hammasi bo'yicha birga boramiz. Hamma joyga tadbirga. Nima tadbirga yuribsiz? Men hozir diskotekani ko'raman, ishlayaptim, ishlamayaptim, ketaman. Keyin kechga topshiriq bo'lgandan keyin kelib ko'raveramiz. Men e'tirozim shu aka, agar yozmoqchi bo'lsangiz, yozing. Men hal siz kelgan paytingizda mashinam o'chgani ham yo'q edi, endi eshikdan tushayotgandim men. Nima tushish mumkin emas? Balki mazam bo'lmayotgandir, balki boshqa narsadir. Majburiyatdan to'xtagandirman. Ish yuzasidan to'xtagandirman. Men sog'ligim cho'tki, siz aralashmang. Gaplashmayman deb odam bilan. Nimaga aytaman aka?
Qog'oz protokolga rasmiylashtiring bo'ldi. Aytaymiz-ku, qog'oz protokol yo'q bizda. Bo'lmasa olib keling aka, u sizni muammongiz. Qog'oz protokol men yozaman aka orqasiga e'tirozimni. E'tirozingizda yo'qotib turish olgan deyman. U aka, u вообще boshqa narsa. Siz aytayotgan narsangiz boshqa narsa. Haqsiz bilasizmi? Va juda ham yaxshi bilaman, juda ham yaxshi bilaman aka. Juda ham yaxshi bilaman. O'sha bilganim uchun 407-qaror 5-band bo'yicha men sizdan so'rayapman. Qog'oz protokolga rasmiylashtiring, orqasiga yozaman aka, ketavering keyin bo'ldi. Bo'ldikami desam yo'q, men aka bu narsa uchun alohida javob berasiz. Mayli, javobini beraveraman. Bo'ldi. Telefon nomerini necha aytaman? Men sizga aytaymi, tushuntirib hozir. Yozasizmi? Yozing, пожалуйста, qarshiligim yo'q. Qog'oz protokolga yozing. Qog'oz protokolga aka, o'zbekcha gapiryapman sizga yana. Qayta. Qog'oz protokolga yozing. 407-qaror siz aytdingizmi? O'qib oling yaxshilab o'sha 5-bandni. Qonun. Adashtirmang. Qo'yatdan O'zbekiston Respublikasining qonuni. Bo'pti, o'shanda yozilganmi? Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. Bo'ldi aka, qog'oz protokol olib kelib yozinglar bo'ldi, пожалуйста. Nimaga? Nima uchun? E'tiroz bo'lsa men qoldiraman. Men unga yozmayman aka. Men unga yozmayman. Unga yozmayman. Biz ikki qilaman hozir. Nima deyapsiz? Qilavering. Nima uchun tushaman pastga men? Telefon nomeringizni ayting. Nima uchun aka? Men qog'oz protokol so'rayapman. Qog'oz protokol. Nima deyapsiz? Hozir xodim chaqiramiz bo'lmasa. Xodim kelmaydi bizdan. Nima uchun kelmaydi? Uchastkoga keladi aka, gai keladi bo'lmasa. Murojaatingizni qoldirib Nima deyapsiz? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Uchastkoga kerak aka. Men Qarshi shaharda Abdulla Aripov maktab bu tomonida, ya'ni qanday tushuntirsam, Rubay yana bir ikkita diskotekani oldida PPS xodimlari bilan ozgina muammo bo'lyapti. Shayx uchastkoga kelsin, Tog'ay Qosimov Eldor Jaloliddin o'g'li mensin. Tog'ay Qosimov Eldor Jaloliddin o'g'li. Men sizga tushuntiraman, tushungingiz kelmaydi. Osalaring pulimni olasizlar, jonimni ololmaysizlar. Bo'ldi, telefon nomeringizni ayting. Qog'oz protokol olib keling aka. Yana tushuntiryapman sizga, yana aytyapman o'zbekchalar. Uni aka bersin, so'rang siz. Siz ishga chiqyapsizmi, siz so'rang. Siz so'rang, og'ayni so'rayaptiman o'li deng. Bo'lmasa xudo Qarang, sizga ma'mur bo'lganini tuzaman. yo'q-da aka, siz qog'oz protokolga tuzasiz. Men gai chaqiraman bo'lmasa. Aka, fuqaroning e'tirozi bo'lganda tuziladi. E'tirozi bo'lganda aka 407-qaror 5-band bo'yicha qog'oz protokolga tuziladi. Nima? Uchastkoga keladi hozir. Kelmaydi. Nima uchun kelmaydi? Nima uchun kelmaydi? Siz e'tiroz bo'lsa qoldirasiz. Nima uchun kelmaydi? E'tirozim bo'lsa qoldi. E'tirozimni men o'sha bayonnomaga yozaman, keyin gaplashamiz aka uni. Nomeringizni bermasiz, sizga bo'layotgan protokoldan Siz aralashmang yaxshisi aka. Sizga muammo bo'ladi, qo'ying. Men bu kishi bilan gaplashaveray. sizga tushuntirib aytaman. Bu kishi kelib menga birinchi bo'lib turib murojaat qildi. Mana bu aka qo'shilayotgan yo'q, ana aka shopir qo'shilayotgan yo'q. Mashina haydab kelsa o'tiravering. Hududga qo'yilgan bo'lsangiz, bu odam men bilan gaplashadi. Men xohlasam gaplashaman, xohlasam yo'q. Mayli, gaplashing. Gapirmasin bo'lmasa. Men bunaqa qilaman. Gapirmasin bo'lmasa. Gapirayotganim yo'q. Ha, nima qilyapti hozir gapirmay? Savolingizga javob beryapman. Aka muloqotga qo'shilyapsiz-da. Muloqotga sizga tushuncha beraman. Tushuncha bermang, qo'ying, men tushuncham yaxshi. Bo'ldi aka, o'z ishingizni qilib turing, bo'lsa uzoqroq turing, biz gaplashib olaylik bu kishi bilan. Siz aka menga qo'shilyapsiz-da, kelib turib hozir. Bosim o'tkazayapsizlarmi sizlar yo'q? Bosim o'tkazayapsizlar sizlar. Bosim o'tkazmaymiz. Biz tushuntiramiz vaziyatni. Siz bosim o'tkazayapsiz siz hozir. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Dejurnidan chiqib siz nomeringizni berishdi aka hozir. PPS xodimlari bilan muammo bo'lyapti aka. Menga bular 3:27 ga to'xtab turibsan, protokol yozamiz deyapti. Men noroziligimni bildiryapman. 407-qonun bo'yicha qog'oz protokolga rasmiylashtiring desam, yo'q, bu bosh tortyapti. Men qog'oz protokolga rasmiylashtirmayman deb. Ikki kishi bo'lib turib menga bu yerda bosim qilyapti hozir. Shuning uchun uchastkoga kerak edi. Ichki ishlardan men deb chiqib telefon shu nomerni berdi aka. Nechidir nomerdan chiqishdi-da. Men 102 qildim, shu nomerni berdi. Aka bizda men dejurniman, bizda qog'oz protokol yozilmagan, transport tuzilishi aytilgan. Qog'oz protokol qonunda aytilgan aka u. Qonunda aytilganda. O'sha e'tiroz bo'lsa yana 102
siz inspeksiya bo'ladi. Muammo beryapsa, muammo qilamiz oxirigacha. Aka, bu kimgadir nomer bergan ekansiz, menga chiqishlardan man boshqa nomer berdi. Keyin men dejurniyman deyapti, o'sha bergan nomeri 227 06 men 407-qaror bo'yicha, qonun bo'yicha bulardan qog'oz protokol rasmiylashtirishni so'rayapman. Ariza shikoyatimni, anaqamda shikoyatimni yozmoqchiman men noroziligimni. Bular menda yo'q deyapti. Endi bo'lsam o'sha dejurniy kim bo'lsa bilmayman, o'sha odam bizga berilmagan dedi. Lekin qonunda berilgan. Shuning uchun inspeksiyani ular berasizmi yoki inspeksiyadan u kim nomerini berasizmi? Aka, men murojaat qoldirmoqchiman. Ha, hozir ham telefon qildim-da, bir 3 minut oldin aka, 102 ga. Qarang, ichki ishlar xodimi, PPS xodimlari kelyapti menga. 327 da to'xtab turibsan deyapti. Anonim yozing. Turizm anonim. To'xtaganmi? Yozing, nima yozmayapsiz? To'xta. Aka, bular kelyapti, anaqada, post patrul xizmat xodimlari. Qog'oz protokol rasmiylashtiringlar deyapman, lekin qog'oz yo'q bizda deyapti, lekin qonunda qog'oz bor aka. Bular bos tortyapti, menga hozir 2 kishi bo'lib turib bosim o'tkazyapti. Xohlasangiz men telefon beray, o'zi bilan gaplashing xodim. Yo'q. Nishon tumani? Shirnobod mahalla. Ha, O'sarakan qishloq. Eldormi akaga tanigan bo'lsangiz, Hofiz. Tog'ay Qosimov Eldor. Tog'ay Qosimov Eldor Jaloliddin o'g'li. Qo'l qo'ying. Ha, 102 bilan gaplashamiz. Savol qilib tursangiz aka, o'g'aynim bilan emas. Gaplashing. Tog'ay Qosimov Eldor Jaloliddin o'g'li. Ha. Qarshi shaharda bo'lyapti, Abdulla Oripov maktabning yonida. Maktab yonida. Uch 20 metr yo'l belgisi bor ha. Tagida axborot ishora belgisi ham bor uni. 50 metrdan keyin ta'sir qiladi degan. Men Kobaltdaman. Pasportimni berib oling. Qo'l qo'ying. Qo'l qo'ymayman unga men. Qo'l qo'ymaysiz. Yo'q. Nimaga qo'l qo'yishim kerak? Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Tegishli tartibda bu qo'yishda bosh tortdingiz. Qog'oz protokolga tuzing, nima tuzyapsiz? Emasman deganni qo'ydim. Qog'oz protokolga tuzing. Qog'oz protokolga tuzing, nima qilyapsiz? Bizda elektron planshet bilan ta'minlangan. Qog'oz protokol bor qonunda. Qonunda qog'oz protokol bor. Qog'oz protokolga tuzing. Body kamerasi ham yo'q. Aka, buni body kamerasi ham yo'q-da bu xodimning. Body kamerasi ham yo'q bu xodimning. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Mana shunday. Men hozir mashinasini ham olay. Aka, birdan uchastkoga tashlab bering hozir. Men boraman, qayerga bo'lsa boshqarmasiga ham, udiga ham. Mana shu nomerda.